Assalomu alaykum. Ustozlar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, bugundan mana birinchi videodan asosiy tushunchalar mavzusini boshlaymiz. Matematika repetitorlar kursi uchun qilinyapti bu videolar. Demak, birinchi qoidadan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, asosiy tushunchalar mavzusidan boshlaymiz ustozlar endi o'tishni. Demak, birinchi qoidadan tushuntirib boshlayman. E'tibor beramiz birinchi qoidaga. Qarang, birinchi qoidaning birinchi shartida nima deyilgan? Ishoralari bir xil bo'lgan sonlar qo'shilar ekan. Shu narsani tushuntiryapti. Siz ham bir ikkita misollar bilan doskada o'quvchilaringizga tushuntirib bering. Mana misol uchun 5 qo'shilgan 3 deng. Bu yerda 5 ning ishorasi qanaqa? Musbatmi, manfiymi? Chap tomoniga qaraymiz. Chap tomonda hech narsa yozilmaganmi, hech narsa yo'qmi? Demak, bu musbat. Agar chap tomonida sonning ishorasi o'z chap tomonda joylashadi, chap tomonida musbat belgisi ham, manfiy belgisi ham bo'lmasa, bu son musbat bo'ladi. Musbat belgisi bo'lsa, musbat bo'ladi. Musbat belgisi bo'lmasa ham musbat bo'ladi. Agar manfiy belgisi bo'lsa, manfiy bo'ladi faqat. Tushundingiz-a? Hech narsa yo'q bo'lsa yoki musbat bo'lsa, demak bu son musbat. Ya'ni hech narsa yo'q bo'lsa yoki plus belgisi yozilgan bo'lsa, sonning chap tomonida, u holda bu son musbat. Demak, mana bir xil ishorali sonlar bo'lyapti. Bular 5 ga 3 ni qo'shamiz, demak 8, musbat 8 bo'lib qoladi. Demak, musbatligicha qoladi. Endi agar -4 va -7 bo'ladigan bo'lsa, deysiz, bu yerda demak ikkalasi ham manfiy bo'lyapti. Mana ko'rib turibsiz, ikkita manfiy son ham qo'shiladi va manfiyligicha qoladi, -11. Endi shu yerda o'quvchilaringiz hali manfiy son, musbat son bilan tanishmagan bo'lsa, shunchalik yosh bo'lsa, endi 5-sinfda adashmasam manfiy sonlar o'tilmasa kerak, tushuntirib keting ozgina. Shunchaki o'zingiz manfiy son nima ekanligini, musbat son nima ekanligini son o'qida shunaqa chizib, mana bu o'rtasi 0 bo'ladi, bu yog'i manfiy sonlar bo'ladi, bu yog'i musbat sonlar bo'ladi. Shuning hisobiga musbat sonlarda mana misol uchun mana bu 5 va bu 7 bo'ladigan bo'lsa, 5 7 dan kichkina bo'lsa, bu yerda esa -5 va -7 da ham mana shu belgi hech joyda o'zgarmaydi. Mana shunaqa qolish kerak deysiz, kichik belgisi. Ya'ni son o'qida chapda joylashgani, ikkita sonni taqqoslayotganimizda, shu ikkita sonning chap tomonda joylashgani kichkina bo'ladi doim deb tushuntirib, nima uchun -7, -5 dan kichkina ekanligini tushuntirib ketasiz. Lekin biz deysiz, mana misol uchun -7 va qo'shilgan 5 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchi qoidada, qarang, ikkinchi qoidada turli xil ishorali bo'lgan sonlarda kattasidan kichigi ayriladi va natija kattasini ishorasida bo'ladi deyilgan. Biz hozir bunaqa deb oladigan bo'lsak, 5 katta -7 dan 5 da -7 ni ayramizmi? Nima bo'ladi ustoz desa, tushuntirasiz. Bunaqa holatda aynan mana shu misol uchun aytayapman deysiz. Turli xil ishorali sonlar uchun demak kattasidan kichigi ayriladi deganda ishoralar nazarda tutilmaydi. Mana buni 7 deb olasiz, buni 5 deb olasiz. 7 kattami, 5 kattami? -7 deb olmaysiz deysiz. 7 katta albatta. Shuning uchun 7 dan 5 ni ayiramiz, 2 bo'ladi va 7 ning ishorasi nima edi endi? Minus edi. O'sha vaqtda faqat ishora kerak. Oxirida natijani qo'yayotganda, ungacha ishoraga teginmaymiz. Taqqoslayotganda muhimi ishora bilan taqqoslanmasdan qaysi biri kattaligi aniqlanadi deb tushuntirib keting. Tushunyapsiz? Mana shu joy ozgina mavhum bo'ladi-da. Men uchun shunday. Shunaqa deb o'ylayman men. Lekin ko'p o'quvchilar menimcha baribir yaxshi tushunib ketishsa kerak bu narsaga. Qachon katta kichikligi jihatdan endi bu yerda hozir absolyut jihat, ya'ni modul jihatlari olib taqqoslanyapti-da. Endi modul deb aytib o'tirmang demoqchiman. Chunki modul bu ozgina yuqori sinflarga, ancha yuqori sinflarga taalluqli narsa. Yanada mavhum mavzular ko'paymasin. Shunchaki shunaqa deb tushuntirib keting. Ya'ni aynan ayirish kerak joyida, turli xil ishorali sonlar kelganda ayirish kerak joyida manfiy musbat deb o'tirmasdan shunchaki musbat deb qarab ikkalasini ham qaysi bir kattaligi aniqlanadi, keyin ayriladi va kattasining ishorasi qo'yiladi.
yana o'sha qaysi biri katta deb olgan bo'lsangiz, o'shani ishorasini qo'yasiz. Agar manfiy bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha demak natija ham manfiy bo'ladi. Bo'lmasa musbat bo'ladi deysiz. Bo'ldi, buni tushunib oldik. Endi misollarga o'tamiz. Mana men bu yerda ham hozir tushuntirib o'tganman, tushuntirilgan. Sonlardan qaysi biri katta ekanligini taqqoslashda ishoralar olinmasin deyilgan. -6 qo'shilgan 7 da misol uchun -6 o'zi 7 dan kichkina, lekin ayirayotganimizda kattasidan kichigini ayiramiz deb 7 dan 16 ni ayirmaymiz-da hozir bu yerda. Shuning uchun bunaqa deb taqqoslanmasin. Aksincha 7 va 16 deb taqqoslansin. Shuning uchun 16 7 dan katta bo'lganligi uchun 16 dan 7 ayirib 9 yozilib, 16 ning ishorasi qo'yilsin, ya'ni minus qo'yilsin, -9 bo'lsin deb tushuntirib o'tganman. Bu ham menimcha o'quvchilarning o'zida shu kitob bo'ladigan bo'lsa, anchagina o'sha foydasi tegadi. Baribir siz tushuntirganingiz bilan uyga borgandan keyin esdan chiqib ketishi mumkin, mabodo. Endi birinchi misol. Bunaqa misollarni hammasini shu sinfning o'zida, kursning o'zida ishlab chiqqani yaxshi, yoningizda ishlab chiqqani yaxshi. Bir ikkita misol ko'rsatib berasiz. Misol uchun mana shuni. Birinchi xil usuli. Ketma-ket ayiramiz deysiz. 5 dan 2 ni ayiramiz. 3, 3 ga 4 ni qo'shamiz. 7, 7 dan 2 ni ayiramiz. 5. Ikkinchi xil usuli. Musbatlarini, ya'ni ishoralari plus bo'lganlarini alohida qo'shamiz. Ishoralari minus bo'lganlarini alohida qo'shamiz deysiz. Bunda demak 5 ga 4 qo'shaman 9, 2 dan 2 ni qo'shaman. Bir xil ishoralik manfiy bo'lsa ham. 4. Demak 9 dan 4 ni ayirsam 5. Mana. Va hokazo. Uchinchi xil usul sifatida 5 ga 4 ni qo'shmasam ham qulayroq o'zi deb yozsangiz bo'ladi. 5 qo'shilgan 4 deb yozib, ikkita -2 lar -4 bo'lishini bilgan holatda shunaqa qildim deysizda. Shunda mana bu 4 lar yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni 4 dan 4 ni ayirsak 0 ku. 0 bo'ladi. 5 ga 0 qo'shsak esa 5 bo'ladi deysiz. Tushundingizmi? Keyingilarda men o'zimga qulay bo'lgan usul bilan ishlab ketaman. Siz o'quvchilaringizga shu o'zingizga qaysi usul yoqsa, shu orqali ishlatishingiz mumkin. Bunda men asosan ko'pincha bir xil ishorali bo'lganlarini qo'shib olaman. 6 ga 7 ni qo'shaman 13, 2 ga 5 ni qo'shaman 5 va ayirish. 13 dan 5 ni ayirsak 8. Tushunyapsan? 2 ga 3 ni qo'shsak 5 va o'zining ishorasida qolgani uchun -5 bo'lyapti. Uchinchisi. Mana bularni qo'shaman, musbatlarni va manfiylarni qo'shaman. Bunda qarang. Mana bunaqa qilsam osonroq ekan. 8 ga 6 ni qo'shaman 14, 9 ni o'zini yozaman. Nima uchun? Chunki -7 ga -2 ni qo'shsam -9 bo'ladi-da. Shuning uchun buni ayirmasi 0 ga aylanib ketadi. Tushunyapsan? Keyingisida ham shunaqamikin? Yo'q. Qo'shamiz. Demak 5 ga 13 ni qo'shsak 18, bunisi esa -10. 10 emas 11 ekan. Ayirsak 7 bo'ladi. Mana javobimiz chiqdi. Beshinchisi. 11 ga 4 qo'shamiz. Kim bilan qo'shib chiqamiz? Manfiylarni. 11 ga 4 qo'shsa 15, manfiylarni qo'shib chiqsak -18. 15 dan 18 ni ayirsak -3. Nima uchun? Chunki turli xil ishorali bo'lsa, kattasidan, ya'ni 18 dan 15 ayriladi, 3 bo'ladi va kattasining ishorasi qo'yiladi, ya'ni manfiy qo'yiladi. 6-chi misol. Bunda nima qilamiz? 4 ga 8 qo'shaman 12. Bunga buni qo'shaman -8 va yana -12 ni yozaman. Nima qilaman 12 -20 deb? Undan ko'ra mana bular 0 ga aylanib ketadi-ku. Turli xil ishorali sonlar 12 dan 12 ni ayiramiz 0 bo'ladi. Javob -8 ekan deb qo'yaman. Iloji boricha shu har qanday hisob kitobda qulay usul izlash kerak ekanligini uqtiring-da, tushuntiring shu narsani. Demak 6 ga 3, bu yog'i ham o'z 9 ga. 6 ga 3 ni qo'shsak bu 9 bo'lmaydimi? 9. Bu yog'ini qo'shsak ham 9. Chunki 2 ga 2 ni qo'shsa 4, 5 ga 4 qo'shsa 9. Javob esa 0. Keyingisiga o'tamiz. 8-misol. Bunda nima qilamiz? Qarang. Demak, musbatlari 14 bo'ladi. -7 ni yozaman, -14 deb yozaman. Nima uchun? -11 ga 3 ni qo'shsam -14 bo'ladi. Albatta, mana bu ikkalasi turli xil ishorali bo'lganligi uchun yo'q bo'lib ketadi. Javob -7 ni o'zi bo'ladi deysiz. 14 dan 14 ni ayiraman, chunki turli xil ishorali sonlarda ayriladi-ku. Bir xil ayriladi va bu sonlar
misol uchun faqat ishora jihatdan farq qilayotgan bo'lsa, 14 va -14 bo'lsa, 13 va -13 bo'lsa deb tushuntirasizda, bular yo'q bo'lib ketadi. Shunchaki yo'q deb yoki ustma aniq qilib chizib yo'qotib yuborishingiz mumkin misollarda deb tushuntiring. Endi 9-si. 5 ga 6 11 bo'ladimi? 13 dan qo'shib yuboramiz mayli. 13 ga 5 qo'shsak 18, 6 ni qo'shsak 24. Ayrilgan 7 ga 2 ni qo'shsak, manfiylari 9. 24 dan 9 ni ayirsak 15. Bunisida 13 ga 13 va 12. Tak, mana bu ham 13 bo'lar ekan. Shuncha nima qilaman, qarang. Bitta 13 ni o'zini yozaman, mana bularni qo'shib yozaman. 13 ga 12 25 bo'ladi. Ayrilgan 6 ga 7 ni qo'shsam yana 13. Xuddi shu narsa. Endi tushunyapsiz-a? Keyingisida tak 14 ga 8 qo'shaman deng, 22 bir xil ishorali. Keyin mana 12 ni o'zini yozaman deng. -6 ga -6 -12 deb yozaman deng va -3. Mana. Yo'q bo'lib ketadi. 22 dan 3 ni ayirsa 19. Keyingisida demak 21 ga 9 qo'shsak 30, 13 -6 -6 -13 -6 -6 bo'lsa, bu -25 bo'ladi. Ayirmasi esa 5 bo'ladi. Mana. 13 9 ga 11 qo'shaman. 20 20 ga 7 ni qo'shaman, 27. Ayiraman. -8 ga -18 bo'ladi. Ayirsak esa javob 9 bo'ladi. 14-misol. Buni nima qilamiz? 10 ga 11 qo'shaman. 21 ayrilgan bunga buni qo'shaman. -20 va -13. 21 dan 20 ni ayirsam 1 bo'ladi, 1 dan 13 ni ayirsam -12 bo'ladi. Menga shu usul qulay tuyuldi. Men o'zim bilgan usul bilan ishlab ketyapman. Siz ham shu hozir ko'rib videoni o'zingiz yoqtirgan usul bilan ishlang. Balki sizda bundan-da qulayroq, bundan-da mukammalroq o'sha qulay usullar bordir buni ishlashga taalluqli. Endi hamma baribir shu usullar bilan ishlaydi. Shu usullarga tayanib ishlaydi. Mana bu ham -13 ekan. Yana bitta -13 bor va oxirida yana bitta -13 bor. Va qo'shilgan 8 ga 22 bu 30 bo'ladi. 3 ta -13 ni 3 ko'paytirilgan -13 desak bo'ladi deysiz. O'quvchilarga iloji boricha hamma narsani o'rgatib ketaverishga harakat qiling. Cheklamang. 5-sinf hali bu mana bu narsani bilmasligi kerak deb o'ylamang. O'tiring. 3 ga -13 -39 qo'shilgan 30. Javob -9. Mana demak, shu bilan birinchi qoidamiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyin ustozlar iloji boricha mana shu qoidalarni tushuntirayotganda, birinchi qoidadan ikkinchi qoidaga o'tayotganda tanaffus qiling. Nagruska bilan ishlatmang o'quvchilarni. Ko'proq tanaffus qiling. 2 soat kurs o'tsangiz yoki 1,5 soat kurs o'tsangiz, iloji boricha 1,5 soatning yarim soati tanaffus va suhbat bilan o'tsin. 1 soat mayli mavzu o'ting. Qolgan yarim soatda suhbatlashing o'quvchilar bilan. Bu degan 1 soat uzluksiz dars o'ting, yarim soat suhbatlashing emas. Ora-orada o'sha o'quvchilar charchagan vaqtda suhbat qiling, o'zlariga qiziq bo'lgan mavzulardan gap oching. Nimaga? Chunki o'zlariga qiziq bo'lgan mavzuni ular eshitganda, tabiiyki o'zlari ham demak sizga javob qaytaradi, gapirishadi va diqqatlari yana qaytib joyiga keladi. Ya'ni diqqatli bo'lib qolishadi. Tushunyapsizmi? Eng kerakli ma'lumot, misol uchun o'ziga kerakli ma'lumot, bu o'ziga qiziqarli bo'lgan ma'lumotda, xullas. Qiziqarli bo'lgan ma'lumotni aytganingizda diqqati teranlashadi, aqli ozgina demak o'ziga kelib oladi. Bu men uchun qiziqarli mavzu ekan deydi va shundan keyin mavzuni o'zlashtirish ancha oson bo'ladi. Bo'lmasa baribir siz o'quvchilaringizga endi o'rgatyapsiz-ku bu mavzularni. Aynan shu mavzu uchun demayapman. Chunki bu osonroq mavzuda. Lekin qiyinlari ham bor. Men umumiy qilib aytayapman. Xullas matematikadan bezdirib qo'ymang-da. Siz qanchalik zo'r qilib mavzuni o'tishingiz mumkin, to'g'ri, lekin agar o'zgarib ketgan bo'lsa shu mavzudan qiziqmayotgan bo'lsa, siz mana shu yo'llarni qilishingiz kerak. Qiziqadigan
demak muhit qilib bering unga, u qiziqadigan gaplardan ayting, shunda diqqati yana o'ziga qaytadi-da, mavzuni o'zlashtirishi osonlashadi. Mana misol uchun men kursga boradigan vaqtlarim o'qituvchim faqat meni o'zimga o'tardi. Boshqa o'quvchilar bo'lmasdi, bitta o'zimga o'tardi. Shunga ham zerikardim. O'qituvchi hattoki mavzu o'tayotganda yoki biron bir qiyin mavzu, qiyin bir misol bo'ladi, shu misol bir varaq bo'lib ketadi-da ichida. Shunaqa vaqtda shuna qarab turaman, o'qituvchi nima qilayotganini tushunmay qolaman-da, tushunmay qolamanmi, zerikamanmi, uyqum keladi. Shunaqa bo'lardi. Qoq abitda kurs o'tardim, o'qituvchim maktabdan chiqib borardim soat 2-3 larga yaqin. 3 ta shu kurs o'tadigan bo'lsa, 3 dan 4 gacha ayni uyqu vaqtida hammaning uyqusi keladi. Ana shunaqa vaqtda o'qituvchim mabodo shu maktab haqida, hayot haqida gapiradigan bo'lsa, yana uyqum qochadi-da. Shu narsani sezardim, uyqum qochadi, diqqatim joyiga keladi. Keyin mavzuni o'tib boshlaganda GDT 15-20 minut yana diqqatim zo'r bo'ladi, yana mavzuga yaxshiroq tushunib boshlayman, lekin 20 minutdan keyin bo'ldi, yana uyqum kelib boshlaydi, yana diqqatim chalg'iydi va hokazo. Siz ham iloji boricha pauza bilan o'quvchining diqqatini yana bir o'ziga keltirib o'tishga harakat qiling ustozlar, shu maslahatim shu.